ohista o'ting. Masjid bu, Xudoning uyi bu. Qandayki bugungi kunda yo'l qoidalariga amal qilib, tezlikka, qizilga, yo'l qoidalariga amal qilasiz, aslida masjidga mana shunday rioya qilish kerak. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar, masjiddan kimnidir tupurgisi kelsa 40 qadamdan keyin tupursin. Masjid hududida tupurgan, ya'ni hurmatsizlik qilgan odam jannatning hidini ham hidlamaydi dedilar. Bugun masjidlarga nohurmatlik qilmang, birodar. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Chunki bu masjid musulmonlarning mulki, Allohning mulki. Alloh taoloning o'zi har birimizga yaxshilik bersin. Bugungi kunda eshitib qolamiz, masjiddan arazlaganlar, masjidning jamoati bilan urushganlar, masjidning imomini orqasidan gapirganlar. Birodar, men ham bir banda, siz ham bir